Sizlar bilan bugun Dili Saati Hanfuz kanalida. Bugungi videorolikimizda Dream League Soccer 2026 o'yinida juda ham ajoyib videorolik tayyorlab qo'ydim. Ya'ni bugungi videorolikimizda biz mana bu Ronaldo haqida ma'lumotlarni sizlarga aytib o'taman. Ronaldoni birinchi sotib olamiz. Juda ham ajoyib chiqishlar. Sotib ham oldik. Ronaldoni mana bu yerga qo'yamiz. 4-4-2 tarkibida Ronaldo bu yerga qo'yamiz. Messini esa mana bu yerga qo'yamiz. Cristiano Ronaldo to'liq ismi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Tug'ilgan sanasi 5-fevralda 1985-yil. Tug'ilgan joyi Funchal. Millat Portugaliya. Pozitsiyasi hujum. Terma jamoasi Portugaliya Nation Football Team. Ronaldo professional faoliyatini Sporting KP klubida boshlagan. Keyinchalik u Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr FC klublarida o'ynagan. Yutuqlar bir necha marta Ballon d'Or dunyoning eng yaxshi futbolchisi mukofoti sovrindori. Portugal Nation Football Team bilan UEFA Euro 2016 chempioni. Futbol tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchilardan biri. Ko'plab milliy chempionatlar va xalqaro kuboklar qo'lga kiritgan. Lionel Messini aytib o'tamiz. Lionel Messini qachon tug'ilgan? Lionel Messi haqida ham gaplashamiz. Lionel Messi to'liq ismi Lionel Andres Messi. Tug'ilgan sanasi 24-iyun 1987-yil. Tug'ilgan joyi Rossiya. Millati argentinalik. Pozitsiyasi hujum. Hozirgi klub Inter Miami'da o'ynamoqda. Terma jamoasiga Argentina Football Team. Messi yoshligida Newell's Old Boys akademiyasida o'ynagan. 13 yoshida oilasi bilan Ispaniyaga ko'chib, FC Barcelona akademiyasiga qo'shilgan. Keyinchalik u FC Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Inter Miami SF jamoalarida to'p surgan. Asosiy yutuqlari rekord darajasidagi 8 ta Ballon d'Or sovrindori. Argentina National Football Team bilan 2022-yil FIFA Jahon chempioni, 2021 va 2024 Copa America g'olibi. Futbol tarixidagi eng ko'p gol va assist qilgan futbolchilardan biri. So'nggi yangilik 2026-yil Jahon chempionatida Messi Argentina safida o'ynab, Jazoirga qarshi o'yinda hat-trik qayd etdi va Jahon chempionati tarixidagi eng yaxshi to'puralardan rekordiga tenglashdi. Messi va uning turmush o'rtog'i Antonella Roccuzzo bolalikdan tanish bo'lib, ularning 3 nafar farzand bor. Agar xohlasangiz, men sizga ikkalasidan qaysi biri yaxshi o'ynashini aytib bera olaman. Kelinglar, Ronaldoni pozitsiyalarini ham bir ko'rib o'tamiz. Ronaldoni pozitsiyalari speed 77, juda ham speed staminalari juda ham tushib ketgan. Prosta shot kuchli, shunaqa qattiq tepadi. Paslar ham uncha yaxshi emas. Kelinglar, endi qaysi biri zo'rligini men aytib beraman. Juda kuchli jismoniy tayyorgarlik, bosh bilan gol urishda va yakunlashda juda samarali.
Cristiano Ronaldo bir nechta mamlakat ligalarida katta muvaffaqiyatga qozongan, rekord darajasi gollar mualliflaridan biri. Lionel Messi esa dribling va o'yin tashkil qilishda noyob mahorat, to'p bilan harakatlanishi va paslar bilan mashhur. 2022-yilda Jahon chempionatligini qo'lga kiritgan ko'plab mutaxassislar uni eng iste'dodli futbolchilardan biri deb hisoblaydi. Agar sizga gol urish, kuch va intizom yoqsa Ronaldo, agar sizga texnika, dribling va o'yin qurish yoqsa Messi. Qisqacha qilib aytganda, Ronaldo agar sizga gol urish, kuch va intizom yoqsa Ronaldoni tanlaysizlar. Agar texnika va dribling va to'pni o'zida olib yurishlari, tepishlari yaxshi bo'lsa, Messini tanlayverasizlar. Ikkalasi ham afsonaviy futbolchilar. Ikkalasi ham yaxshi o'ynaydi. Hozirda Lionel Messi Ronaldoga qaraganda ancha yaxshi o'ynayapti. Juda ham zo'r paslari, driblinglari va varataga zarba yo'llashlari juda ham zo'r. Bugungi videorolikimiz shu narsalardan iborat bo'lgan edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.